Assalomu alaykum obunachilar, mehmonlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Videomizni boshladik. Xo'p, bugungi beradigan ma'lumotlarimiz avtosalon narxlari bo'ladi. Hozirgi paytdagi avtosalon narxlarini aytib o'tamiz. Xo'p, Sparkdan boshlasak, Spark avtomat korobka 104 million 995 ming tashkil qiladi. Mana shu ranglarda bor. Choko, qora, mokri asfalt ranglarida mana shu demak tanlasanglar bo'ladi. Narxi 104 ming 995 ming so'm tashkil qiladi. Cobalt avtomat korobka mesniy pozisiya 4-pozisiya 125 million 795 ming tashkil qiladi. Choko rangda bor, qora, mokri asfalt mana shu ranglarda va yana boshqa ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Mana bu esa Style avtomat korobka bu ham 128 million 645 ming so'm. Hozirgi pozitsiya yangi chiqqanlari bular. Choko, qora, mokri asfalt ranglari bor. 128 million 645 ming so'm. Style pozitsiyasi 4-pozitsiya mesniy komplektatsiyasi 125 million 795 ming so'm tashkil qiladi. Nexia 3 mesniy komplektatsiya 4-avtomat korobkasi 117 million 697 ming. Mana shu ranglarda yana boshqa rang tanlasanglar ham bo'ladi. Elegant plusi avtomat korobka. Hop, 105 xarakteristikasi qisqacha. Dvigateli transmissiya 6 talik. Hop. To'plivi 893 edi. 112 sekunda chiqadi. 119 million 921 ming so'm tashkil qiladi. Mana shu ranglarda choko, qora, mokri asfalt, oq ranglarda mavjud. Hop, Style pozitsiyasi 121 million 595 ming so'm. Mana shu narxni tashkil qiladi. Bularda ham har xil ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Malibu 2. Bu turbosini o'zi, bu Premiere bu 405 million 900 ming so'm tashkil qiladi. Bardoviy, qora, ko'k, kumush rangi, malosh sal oq rang boshqacharog'i, mana bu maloshlisi. Xo'p, ma'lumotlari 253 ot kuchiga ega, 6 ta korobka, 8,5 yeydi. Bak. Xo'p, 100 ga 693 sekundda chiqadi. 405 million 900 ming so'm tashkil qiladi. Turbosini o'zi Malibu turbo, Malibu 2 turbosini narxi 394 million tashkil qiladi. Mana shu ikkita rangda mavjud. 394 million 900 ming so'm tashkil qiladi. Nexia 3 ko'rsatdik. Xo'p, Gentra. Hozir trenddagi avtomobil hisoblanadi. Xarakteristikasi 107 dvigateli, 5 ta korobka, transmissiya, to'plivi 7 ta, 100 ga 13 sekundda chiqadi. Xo'p, narxi pozitsiya xo'p. Birinchi pozitsiya narxi 128 million 284 ming tashkil qiladi. Uchinchi pozitsiya avtomat korobkasi Elegant Plus avtomat korobka 153 million 506 ming. Ranglari mana shu choko, qora, mokri asfalt, oq ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Yana boshqa ranglari ham mavjud. Xo'p, birinchi pozitsiyani Style pozitsiyasi mexanikaniki Style pozitsiyasi 131 million 134 ming 134 mingni tashkil qiladi. Bunda ham mana shu to'rt xil ranglar mavjud. Style'ni avtomat korobkasi esa 156 million 356 ming tashkil qiladi. Mana shu narx. Mana shu to'rtta rangda hozircha bunda avtosalondan yoki dilerlardan boshqa ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Xo'p, Equinox narxi AVD полный привод avtomat korobka 1 litrligi 420 million tashkil qiladi. Mana shunaqa ranglar mavjud. Oq, mokri, qizil, yana boshqacha rang, ko'k, qora, oq shunaqa. Tak, boshqa pozitsiyasi esa 389 million tashkil qiladi. Yana boshqa pozitsiyasi 450 million. En full komplektatsiyasi 450 million hisoblanadi. Mana shu ranglar mavjud. 4 ta 5 ta ranglar. Xo'p, Trailblazer avtomat korobka bitta pozitsiya bunda hozir narxi 398 million. Mana bu ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'k, metallika, oq,
Xo'p, xarakteristikasi qisqacha 275 ot kuchiga ega, avtomatiskiy 6 ta сцепление, ступенчатые 9 edi to'pliva, ya'ni rasxoti 100 ga 9 sekundda chiqadi. Travers narximiz bitta pozitsiya Premier avtomat korobka 647 million 600 ming so'm tashkil qiladi. Buni ham 3 ta rangi bor ekan. Oq, qora va oqdan sar boshqa rangi. Hop, Tahoe 947 million 500 ming so'm tashkil qiladi. Bitta pozitsiya, bunda oq qora rangi bor. Damas 83 million 605 ming so'm. Hamma yashil oynaligi. Yashil oynali stiklosi. Молочный rangi. Bu degani oddiy variant degani. Agar qora tonirovniy bo'lsa 86 million 971 ming tashkil qiladi. Mana bu oq rangi, mana bu молочный rangi. Hamma pozitsiyadan mana qismlar bo'ladi. Tanlasali bo'ladi. Gruzovoy bor 84 million 309 ming. Mana shu holatda. Videom sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Kanaldan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan UzAutoX kanali bo'ldi.